Toshkent viloyatining Parkent tumani texnikum jamoasi ham bayram tadbirini ko'tarinkilik bilan nishonladilar. Aytish o'rinliki, Navro'z xalqimiz uchun nafaqat bayram, balki ezgulik, mehr-oqibat va birdamlik timsolidir. Bu ayyomda dasturxonlarimiz yanada to'kin bo'ladi. Milliy taomlarga o'zgacha tarovat va ta'm baxshida bo'ladi. Jumladan o'zbek milliy taomlaridan biri bo'lmish sumalak va halim bayram dasturxonning ko'rki sanaladi. Mana shu halimimiz 18 soat qaynagan bo'lsa, go'shtlarimiz parchalanib, maydalanishiga ham har xil e'tibor berib turish kerak. E'tibor bermay, tegidagi olovlari tezlashib ketsa, qotib qolish holatlari bo'ladi. Ularni e'tibor bilan, mas'uliyat bilan his qilish kerak. Tadbir doirasida qalbida san'atga ishtiyoqi baland yoshlar Kim chaqon raqsida ishtirok etib, uddaburonliklarini namoyish etishdi. Texnikumning epchil va chaqon qizlari ham raqs tushida o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Musobaqa va shartlarda bellashgan va yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida texnikum rahbariyati tomonidan o'quvchilarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Navro'z bayramini menga ko'proq bahorda bo'lganligi yoqadi. Chunki bahor ochilish fasli hisoblanganligi uchun shu bahorni boshlab beradigan bayram deb o'ylayman. Texnikumimizda Navro'z shukuhi, hamma juda gullash, yashnash, hamma xursand, hamma guruhlar faol qatnashmoqda. Shuningdek, tadbir davomida har bir guruhdan 10 nafar talaba yigitlar tosh ko'tarish sharti bo'yicha kuchlarini sinovdan o'tkazishdi. Qizlar esa o'zbek xalq laparlaridan ijod namunalarini xirgoya qilishdi. Qolaversa, texnikum rahbariyati tashabbusi bilan o'quvchilarda vatanga muhabbat uyg'otish, ularni sodiq farzand etib tarbiyalash maqsadida onalar siymosi hamda vatanni e'zozlash mavzusida guruh she'rlari jo'rovozlikda o'qildi. Navro'z bayrami bilasizlar, yangilanish bayrami hisoblanadi. Asosiy milliy qadriyatlarimiz yuzaga chiqadigan kun. Esdan chiqib ketgan ayrim milliy qadriyatlarimizni yodga olish kuni. Hamma musobaqalarni tashkil ettirganmiz. Bu bilan nimaga erishamiz? Imkoniyatlardan o'quvchilarimiz yaxshi foydalanadi. O'quvchini o'ziga jismonan baquvvat bo'lishiga hamda bir-biri bilan do'stlashishga yana bir imkoniyat deb o'ylayman. Bizgacha kelgan an'analarni biz yana ham mukammallashtirib, keyingi avlodga yetkazib berishimiz kerak. Albatta bu uchun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Yurtboshimiz bergan imkoniyatlardan juda ham oqilona foydalanishimiz kerak. Parkent tumani texnikumida Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilgan tadbir o'quvchilarning ijtimoiy madaniy hayotga munosabatlarini yanada rag'batlantirish, milliy urf-odatlarimiz va qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Sport musobaqalari, milliy taomlar tayyorlash, ijodiy chiqishlar talabalarning faolligini oshirib, do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.